Qara oling. O'zingiz olaylik. Voy! Kechdi shikastaganim, ibodai shurta barxiz, boyatki boz benim, onyoru oshnora. Kemamiz topdi shikast, najot shamoli tezget, chin do'st yor misoliga boz yetsa keldik, koshki. Bu kecha mana shu yerda qo'noqda bo'laman. Ya kiraverek bu eshiklarni zanjir qulflari yo'q, o'z uylarida bemalol kiraversinlar. Qani, keling, marhaba. Rahmonur Rahim va rahmatullohu va barakatuh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, taqsir xizmat. Ben senin uyinga qo'noqqa keldim. Hay, o'zi kelgan mehmon, atoyi xudo deydilar. Qani, to'rda o'tirsinlar. Qani marhamat qilsinlar. Qani, o'z uylarida o'tiraversinlar. Qani, marhaba. Xo'sh. Bir duo qilib yuborsinlar. Yo'q, duo o'zlaridan. Uyni egasini duosi Xudoga yaqin bo'ladi. Shundaymi? Qani, ish qilib aql bilan mehnat salomat bo'lsin ekan. Allohu akbar. Shoshmang. Siz kimsiz? Nima tirikchilik qilasiz? O'zlaridan so'rasak? Men Hazrati Xizr bo'laman. Shunaqa deng. Jahon kezib Allohning yaqin bandalaridan xabar olib yuribman. Erta namozni Quddus sharafda o'qigan edim. Namozgorni Tehronda o'qidim. Peshinni Istanbulda. Shomni Mashhadda. Xuftonni mana Buxoroda o'qidim-da shahringizga keldim. Hay. Shahmodan ham tez yugurar ekansiz-de. U Xizrga ikki dunyo bir qadam deganlari shudir-da. Keltirmang, bo'tam. Shak keltirmang. Haqiqatni aytyapman. Xo'sh, o'zlari kim bo'ladilar? Men ismim Hasanboy. Shu desangiz, mana bu musallasni yaxshi ko'rganim uchun odamlar Hasan Kayfi deb laqab qo'yishgan. Katta chosida yamochilik qilaman, taqsir. Daromad qalay? Menga kuniga bir tanga yetadi. Hazillashmang. Odamga ham bir tanga yetadi. Bir tanga topguncha ishlayman, undan keyin do'konni yopaman. Malikani pochasi uzilib ketsa ham qaramayman. Ish qilib aql bilan mehnat salomat bo'lsa bo'lgani. Endi bu mamlakatni podshosi kim? Adolatli podsholardanmi? Bir xotinini oti adolatmish deb eshitganim bor. Endi men unaqa katta dargohlar bilan ishim yo'q. Shu haligi bittaga pulimga ikkita non olaman, bittasini ertalab, bittasini kechqurun yeyman. Xo'sh, yarim qadoq go'sht, bir bog' o'tin, bitta anor, bir shisha sharob olib, hujramga qaytaman. Qarang. Mana bu anorni ko'saga ezib, sham yoqaman. Anorni ezmasdan shag'amni yoqsa bo'lmaydimi? Shu haligi sham shulasida anorni suvini to'lanishi menga yoqadi. Endi mana bizga qo'noq bo'ldi. Birgalashib sho'rva ichamiz. Bu Hasan Kayfi. Nima? Siz doim bu aql bilan mehnat salomat bo'lsin deyapsiz. Lekin bir marotaba bu podshoyingizni tilga olmaysiz. Podshoyimiz omon bo'lsin. Boshimizga soyabon bo'lsin degan gaplaringiz ham, haligi duolaringiz ham bunday qo'shib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Men uni kichkinagina ro'zg'orimga aralashtirib nima qilaman? Podshoga har xil tugun, o'lpon, boshqa har xil narsalar kerak. Undan keyin bu podsho degan
Bo'yini egib turish yoqadi. Kimga? Mahluqqa taqsir. Men unga beradigan bu soatda baxmalim yo'q. Shuning uchun o'z mehnatimga, o'z aqlimga ishonaman. Boshqa hech narsadan ilinjim yo'q. Hasan kayfi. Avvalo odamga odob kerak. Hasan kayfi. Mana siz podshohingizni maxluq deyapsiz. Axir podshoh degani bu Allohning yerdagi soyasi bo'ladi. Men ham nima deyapman? Soyadan biror narsa umid qilgan kishi qirq ahmoqni o'zi deyapman. Bordiyu Hasanboy. Shu bugunning o'zidan shu podshohingiz mamlakatda yamoqchilik qilish man qilinsin. Kimda kim yamoqchilik qilsa, dorga tortiladi degan farmoyish chiqarib qo'ysa, nima qilasiz? O'shanda ham aql bilan mehnat salomat bo'lsa, bir yo'li topilib ketar. Ko'ramiz, qachongacha mana shu e'tiqodda yashar ekansiz. Xo'p, Hasanboy, endi men boray. Erta namozni jome masjidda o'qishni niyat qilgan edim. Xo'p. Lekin bugun zerikmadim. Odam ham erkadimi? Odam erkadigan bo'lsa, qilar korni o'zgartirsin. Kelar oqshom ham bizga qo'noq oladilarmi? Nimaga so'radilar? Agar qo'noq oladigan bo'lsangiz, bittanga nonni ikkitanga ishlashim kerak. Shunda non 4 ta, go'sht 1 qadoq, sharob 2 shisha oladi-da ta'sir. Unda kuting. Kelaman. Kutaman. Kelaman. Kutaman. Kishti shikastaganim, ey bodai shorta barxiz, باید که باز بده آن یار و آشنا را. Kishti shikastaganim. Egasi! Kiravering, bu eshiklarni zangir qulflari yo'q. O'z uylarida bemalol kiraversinlar, bemalol. Rahmatulloh va barakatuh. Keling, kelavering, ta'sir o'z uylarida o'tirib to'rga, bemalol. Qani, to'rga o'tirlar. Xo'sh, qayna. Bemalol to'rda o'tirsinlar. Keling, ta'sir. Xo'sh, duoni ham o'zim qilaveraman, to'g'rimi? Ilohim ish qilib, aql bilan mehnat salomat bo'lsin ekan. Allohu akbar. Xo'sh, sho'rva hel pishyapti. Bu jannatning sho'rvasi bo'pti. Taqsir, jannatda ham sho'rva bormi? Endi bu sizni maqtaganimda Hasan kayfi. Lekin saroyda
bunaqa ish sho'ro bo'lmasligi aniq. Saroyda hech qachon bunaqa sho'rva bo'lmaydi. Nega? Chunki bu sho'rva aql bilan mehnat evaziga kelgan. Namuncha bu? Vaqtingiz kelyaptimi? Kelyapti. Gaplarni ham shu to'g'risini aytib yuborgingiz kelyaptimi? Kelyapti Hasankay. Mana o'sha yurak bo'ladi. Birisi yurib yurakni yo'qotib qo'yganmizda mana bu uni top beradi. Nabey, Shu bir ashula aytib kelyapti Hasankayfi. aytish kelsa ayting-da, ichingizda tosh bo'lib qotib qolmasin, ayting. Kechagi bozorda bir g'alvir gardishini o'ynab yurgan bir bolani ko'rdim. Shunaqa ashula aytdi. Siz shu bolani ko'rgansiz. Gardi sizga totdimi? Yo, gap gardishda emas, ashullasida. Ey, sotgan. Sotib oldingizmi? Bo'laman, Hasankay. Bo'laman. Bo'l. Men ashula aytib kim kelyapti desam sen bo'lsa. Ashulani eshit. Mana. Daryo toshqin suvlar loyqa o'tolmayman. Otim oriq manzilga ketolmayman. Ana u yoqni bilmayman Hasankayfi. Shunaqa bir ajoyib ashula ekan. Agar dunyoga qayta tug'ilsam, ashulachi bo'lardim Hasankayfi. Ashulalar aytib, zerikmasdan yurardim. Asl ovozingiz ashulaga bo'lmaydi. Nega? Yo'nilmagan tayoqqa o'xshar ekan. Bir bora qilib yurardim-da, aytardim. Zerikmasdan yurardim Hasankayfi. Qizilni ham to'g'ri ekansizda. O'sh, qayerlarda bo'ldingiz? Shahrimizda janobimizga qayerlari ma'qul bo'ldi? Gani shu olamni ming bor ziyorat qilgan bo'lsam ham Hasankayfi, bunaqangi shahri azimni uchratmagan edim. Ko'cha-ko'ylarini, maktab madrasalarini qarang. Voy, odamlarni qarang, odamlarni. Podsholarga mehribon, podshosi adolatli. Hamma yerda podshoni duolarini qiladilar. Qarang endi hamma yerda o'tiring. Hamma yerda shu sizni shahringizga o'xshagan podsho bo'lsa. Voy. Xo'sh, Qani? men kecha tog'ora solig'ini ko'rdim. Sig'dirami? Gap siqqan sig'maganda emas, Hasankayfi. Odamlar o'ylab topganini qara. Tog'ora solig'i. Xo'sh endi haligi Xo'sh endi o'zlaridan so'rasak, Bizga boshimizdan ko'p g'alati ishlar kechdi. xo'sh. Kechki gaplaringizga farishta omin deganmi? Endi Xizr buvani nafasi bo'ladi-yu, farishtalar omin demaydimi? Kecha chorsiga tushib bozorni, do'konni ochay deb tushsam, Xo'sh. bozor to'sdo'polon. Xo'sh. O'rtepalik bir oshnam bor. Hasankayfi xonani mavsuf, farmoyishi podshohiy deb yugurganicha ketdi.
Xo'sh. Nima gap ekan deb bozorga kirsam, mamlakatda kim yamoqchilik qilsa uyat, kim yamoqchilik qilsa dorga osilsin degan podshoyi farmoyish chiqibdi. Xo'sh. Voy padarlar, bu Xizrni aytgani bo'pti-yu. Dedimda, uyga juftlikni rostladim. Undan keyin qo'lga bolta, arra olib o'tinchilik qildim. Ish qilib aql bilan mehnat salomat bo'lsin ekan. Mana kelishingizga dasturxon tuzatib o'tiribman. Qara. Ammo demak, nafasingiz o'tkir ekanda. Men endi Hasan Kayfi kelgan nafasni qaytarsam, quyosh teskari chiqadi. Unday bo'ladigan bo'lsa ayting. Dunyo tinch tursin. Ayting. Mabodo. Podshoyingiz shu o'tinchilikni ham man qilib qo'ysa, nima qilasiz? O'shanda ham aql bilan mehnat salomat bo'lsa bir yo'li topilib ketadi. Qanaqa yo'li topiladi? Men qayerdan bilaman, aql bilan mehnat salomat bo'lsa, bandasiga Parvardigor bu yo'lni ko'rsatadi. Ko'ramiz. Qachon yashaydi Parvardigor? Bo'pti. Hasan Kayfi. Nima? Men boray. Ali, ammo lekin zerikmayapman. odamlar derkandim. Biror ishingiz bo'lsa ayting. Yo'q. Nima? Hasan Kayfi. Ashula aytgim kelyapti. Ayting. Daryo toshqin suvlar loyqa o'tolmayman. Otim oriq manzil yiroq ketolmayman. Otkinamni oriq qilgan shu mayda toshey, ranginamni sariq qilgan shu qalamoshey. Xolos qichqirdi Hasan Kayfi. Yaxshi kechalar juda qisqa bo'ladi-da Hasan Kayfi. Bir kechalarni ko'rganman. Hech tong otmasdi. Shu kecha ketmaydiganday bo'lib ko'rinaverardi. Qara, bir pasta xolos qichqirdi. Mana shu gaplaringiz xo'jayin Xizr gaplariga o'xshaydi. Hasan Kayfi, Nabay, endi men boray. Erta namozni xasta imomga o'qishni niyat qilgan edim Hasan Kayfi. Choy ichib keting, choy. Ko'cha-ko'chada icharman Hasan Kayfi. Kelar oqshom ham bizga qo'noq bo'ladilarmi? Albatta kelaman. Mendek Xizr sizni kulbayingizda qo'noq bo'lmasdan podshohni saroyida qo'noq bo'larmidi? Albatta kelaman. Kutaman. Kuting. Kutaman. Kelaman. شکستگانی عباده شرط برخیز باید که باز بینیم آن یار و آشنا را.
O'zingizmisiz? Mana poshshoga xos navkar bo'lib qoldi. Ya muborak bo'lsin bu lashkar. Muborak bo'lsinmi? Ya Xizr ko'rib bunaqa rasvo Xizr ko'rmaganman. Hay, astag'firullah, tavbada. Og'izdan chiqqan yoqam yopishadi ya. Kecha meni og'zim shunday jumlodi yopolmay qoldim mana. Qizini so'kmang. Bilmayman jim bo'laman. Mana qarang buni. Xizr bo'lsa tuzura Xizr bo'lsin-da. Hay. Bizni poshshoga o'xshab hamisha rasvo qiladigan Xizr ekan. Nima bo'ldi? Undan keyin haligi poshsholik moyanani oyog'ida berar ekan. Yo'q, berganda ham o'shani peshinda beradigan bir kosa sho'rasini haqqini o'shab qolib keyin berar ekan. Undan tashqari hashay haqqi, ishi haqqi, poshsho ko'rdi haqqi, hali biladan qarz o'qimasan. Ha, chatoq ekan. Undan keyin Xizr yana bugun keladigan. Tunchiydi shoptalini qoqisi ham yo'q. Mayli. Sharif pichoqchi. Mana u Bayzo po'latdan bo'lgan qilichtig'ini sotaman, qolasan. Nima? Bayzo. Bayzomi bu? Bayzo po'latidan-da. Olaman. Qancha berasan? Qancha bering? 60 tanga. 59. Yo'q, 60. Bo'laqa. Ha, bo'pti. Shoshmang. Mana. Bo'ldi. Haligi tig' o'rniga taxtadan tig'yasan. Qo'yib qo'yasan. Ertalab saroyga ketayotganda bir rok kirib olib ketaman. Nima? Bu yerga. Taxtadan tig'yasan. Uni bor deymiz. Ana, Xizr bo'lsa deb kelibdilar. Hasanboy, bu temir tezekleri asıp yürüpsiz. Nana, sizin nafasingizni natijasi. Nima bo'ldi? Sizga bir og'iz ham so'z aytmayman. Aytavering. Ammo lekin Hasan kayfi zerikmayapman. Qasam iching. Allohning birligi haqqi hurmati. Podsholarning mehribonligi izzati churq ketgan nafas qilmayman. Hasan kayfi. Kam bo'ldi, qo'shing. Agar nafas qilsam, Nana, kechagi so'g'ir nafasingiz natijasi men podshoga xos navkar bo'lib qoldim. Muborak bo'lsin, pulli bo'lsin. Yaxshi. Nimaga muborak bo'larkan? Nimaga qulluq bo'larkan? O'zi kayfiyat chatoq o'tiribdi buni. Nega podsholarni, navkarlarni kayfiyat chatoq bo'ladi? Qayerda oddiy bu gapni? Kim aytdi senga bu gapni? Mana Saltanatning dushmani emasmi? Kechagi kungacha bir jinno bergan odam edi. Sizni nafasingiz menga o'tdimi? Suv deb qo'yib, haligi shoshiliga qo'yib qo'ydi. Yaxshi. Bunday. Bu xo'sh, endi ertagalik ziyofat qanday bo'ldi? Bu podsho moyanani vaqtida berar ekanmi? Podsho ko'rib bunaqa qassiz podsho ko'rmaganman. Moyalarni beradimi, bermaydimi noma'lum. Ammo bugungi ziyofatning xarajatidan g'am yemang. Bu ikkita yana qayerdan oldilar? Mana Bayzo po'latdan bo'lgan qilichtig'ini Sharif pichoqchiga 60 tangaga pulladim. 2 tangasiga bugun maishat qilamiz. Qolganini shipga qistirib qo'yamiz. Moyana chiqquncha har kuni ziyofat taqsim. Bu qilichni tig'ida nima turadi? Do'stim taxtadan tig' yasab qo'ydi. Tamom, vassalom. Barakalloh. Ammo so'z qilgansiz, qasam qilgansiz, nafasam qilmayman. Lekin ehtimolini aytaman, Hasan kayfi. Ehtimolingiz nafasga o'xshab ketdi. Yo'q. Ayting. Mabodo podshoyingiz birovga g'azab qilib sizga buyurib qolsa-chi? Nima deb? Hasan, bu nobokorni boshini chop
Hızır bugün. Kasami tuğdiyse kasami tuğdiyse. Vay bu senden akıl bilen bir yakın salavat olsun. Yürü toplayıp gitti. Yürüyün. Ziyafeti geçe kale yapmaz. Yürü. Var öyle. Yürü. Ya ben sizlerin üstündekiyle gene yetişim o değil. Yana tasavvur tutarlar. Vazir, Labbay, olam pana. Xudo ichiga ayt. Ularga 5-10 tangadan in'om berishsin. Ayt. Ko'rdingmi? Har kuni ahvol shu. Ana shu. Ha, nega sen Xudoga turibsan? Arzim bor, olam fano. Arzim? Ha. Qanaqa arz? Ayt. Avval bir qoshiq olma keching. Kechirmagan bir tomcham qoning qoladi shekilli. Ayt. Aytaman. Olabaytar qishlog'iga solingan o'lpon haddan tashqari ko'p. Xalq to'lolmaydi. Meni farmoyishimni muhokama qilishga senga kim huquq berdi? O'lpon 2 barobar ko'paytirilsin. Ana endi ola baytoling qora baytol bo'lib yuraversin. Odamlar bilan olam panoh. Xalq o'lmagani ma'qul. Bo'lmasa o'lponni kim to'laydi? Jumon. Hasan, Labay. bu nobakorni boshini chop. Olam panoh. Bir qoshiq qonimdan keching. Olam panoh. Olam panoh. Bosh. Bunaqa vazirlarning o'rtasini boshini sapchidek buzib tashlashga tayyorman. Qanaqa? Avval mana buni boshini chop, 9tasini keyin top beraman. Chop. Haligi anaqa bu vazirni bola chaqasi ko'p. Yo'q. Bola chaqam yo'q. Chop. Olabaytar qishlog'ida ammam yashaydi. Har kuni borib turaman. Vazirga bitta jon bor. Solingan o'lpon juda ham ko'p. Olam panoh. Meni farmoyishimni muhokama qiladigan bo'p qoldingmi hali sen? Vazirni boshini chop. Bo'lmasa o'zingni boshingni choptiraman. Bir boshga bir o'lim. Chop. Olam panoh. Bitta vaziri boshini kesish shumchuq so'yish bilan barobar. Ammo oldin men Xudo bilan gaplashib olay. Bor Xudoyo. O'zing ko'rib turibsan. Bu soyang ham ish chalkashtirib yubordi. Hukm seni hukming. Agar podsho haq bo'lsa, qilichimni tig'i-tig'ligida qolsin. Vazir haq bo'lsa, qilichimni tig'ini taxtaga aylantirib qo'y. Allohu akbar. Ya Ali! Voy, bor Xudoyimni aylanay. Vazir haq ekan, o'zingiz ko'rdingiz. Vazir haq ekan, podsho ham vazir haq ekan. Vazir, Labbay, olam pana. sen haq ekansan. Boraver.
Hasanboy, aql bilan mehnat salomat bo'lsin ekan. To'ppa-to'g'ri. Voy! Boshlayamizim. Qizilamizding. O'shaning uchun gaplarni biriga bir qil chiqdi-da, ha? Hasan kayfi. Mana qaraki necha kun meni ko'nglimni shod qilding, ha? Tilaganingni. Olam panoh. Yana shu yamoqchiligimga qaytaring. Sensiz zerikaman-da, Hasan kayfi. Endi tilaganim shu. Mayli. Bor. Lekin bir kuni men ham boraman. Kutaman, olam panoh. Zerikmasam ham boraman. Keling, olam panoh. Keling. Daryo toshqin, suvlar loyqa, o'tolmayman. Otim oriq, manzil yiroq, ketolmayman. Otkinamni oriq qilgan shu mayda tosh-ey, ranginamni sariq qilgan shu qalam qosh-ey.